Mbappe va Holland futbolni Leo Messi va Ronaldodan keyin boshqarish uchun qolishgandek edi. Ammo 2024-yilda bir futbolchi porlab chiqdiki, u na ruxsat so'radi, na uzr. Vinicius Junior. Chunki uning janglari o'zi bilan o'zi edi, ya'ni qaysi bosqichgacha yetib borishini isbotlash uchun edi. 2024-yilda biz yana Mr. Chempionlar Ligasini oq libosda ko'rdik. Madridning 7-raqamli futbolchisi sehrli kechalarga bosh qahramon bo'ldi. O'sha paytda Vinicius Junior oltin to'p darajasida o'ynardi. Bilaman, hozir o'sha Vinidan deyarli asar ham qolmagandek. Go'yo kurash ishtiyoqi so'ngandek. Tinim bilmaydigan iste'dod go'yoki charchagandek. Ammo tarix o'zi gapiradi. Kelib dunyo tartibini o'zgartirdi va boshqaruvni o'z qo'liga oldi. G'azabni yo'qotish o'rniga uni kuchga aylantirdi va barcha taxminlarga qarshi, ayniqsa uni yomon ko'rganlari uchun u dunyoning eng yaxshi futbolchisiga aylandi. Ammo o'sha yil 2024-yilda undan birgina oltin to'pni ustun ko'rishdi. Xo'sh, sizningcha Vinicius Junior oltin to'pni yutish uchun yana nimalarni isbotlash kerak edi? Izohlarga yozib qoldiring.